Kalla sho'rvadan qolgandek yugurishimga, naskilarimni tez-tez kiyib oldimda qaynonamnikiga yugurdim. Ko'ryapsizlarmi, yangi naski oldim. Jajang deydi-ku. Xo'sh, hazil bilan qaynonamga ham naskilar oldim. O'zimga biror narsa olsam, har doim qaynonamga ham ilinaman. Shuning uchun qaynonashkamnikiga yo'l oldim. Chunki hozir bormasam umuman vaqtim bo'lmaydi. Bugun derazalarni yuvadigan kun. Shuning uchun ham tezda yugurib qaynonamnikiga yo'l oldim. Ko'rib turibsizlar. Oyoq kiyimlarimni kiyib ko'chaga chiqishni boshladim. Ko'chaga chiqishimdan oldin albatta gaz svetlarini polniy uyda o'chirib chiqish kerak. Shuning uchun eshikni oldida bitta knopka bor. Shuni bitta bossa hamma joyini svetlari, gazlari o'chadi. Kirganda ham shu knopkani bossa yana qaytadan yonadi. Xullas qaynonashkamnikiga yetib kelib qarasam, nimalar qilyapti qaynonam. 78 yoshli qaynonam har doim o'zini va turmush o'rtog'ini kiyimlarini dazmol qilib yuradi. Qaynatam bilan har doim urushsa ham, biri umuman kelishmasa ham, doim qaynatamning kiyimlari dazmolda turadi. Yegani oldida, yemagani orqasida, ovqatlari aytgan turadi. Chunki qaynonamning fikricha, qaynonam hozir nigohidaligida ajralmagan, shuning uchun ayollik vazifasini to'liq bajarishga majbur ekan. Agar bajarmasa, u dunyoga borganda jazosini olar ekan. Shuning uchun ham hozir men o'z vazifamni bajaryapman. Uni sevib yoki yomon ko'rish, yaxshi ko'rishni umuman aloqasi yo'q. Bu meni ayollik vazifam deb aytadilar va men bu narsani qaynonamdan ko'p narsani o'rgandim va ko'p aytdim. Qaynona kelin ikkalamiz g'iybatdayim deydi-ku. Qaynonam naskisini kiyib menga maqtanib turibdi. O'zim olib bergan naski desam ham. Keyin yana boshladilar menga bir nimalar berishni. Bu narsa guruchga qo'shib pishiriladigan, xuddi bug'doyga o'xshaydi, lekin bug'doymi desam, yo'q, bug'doy emas dedilar. Har xil guruchga qo'shib pishiriladigan har xil guruchlarni berdilar. Bu narsalarni guruch bilan birgalikda pishirib yesak, juda ham ko'p kasalliklarga davo. Shuning uchun ham har doim guruch pishirganingda shunaqa narsalardan foydalangin. Oilangga, farzandlaringga foyda. Agar oilangdagilar hammalari sog' bo'lsangiz, men xursand bo'laman deydi qaynonam. Shuning uchun ham doim xurjinimni to'ldirib yuboradilar. Xursandman shunaqa qaynonam borligidan. Keyin yana ham g'iybatga qo'shilib ketdik. Qaynona kelin ikkalamiz. Qaranglar, qanday o'tiramiz. Qaynonam qayta naskilariga qaraydilar. Xursand bo'ldilar. Xuddi bitta naski olib bersam ham juda ham xursand bo'ladilar. Qaynonamning qizlari yo'q, bitta naskiga ham juda ham xursand bo'ladigan yoshdalar va har doim nimanidir kutadilar. Qaynonam yoshlari katta bo'lsa ham qiz farzandlari yo'qligi uchun yig'laydilar biron narsa bersam, lekin o'zi aslida juda ham jiddiy ko'rinadilar. Qaynonam uchun bor narsani berishga harakat qilaman. Undan keyin qaynonamnikidan chiqib Changmi Chukchiga keldim, atirgullar